Barchaga salom do'stlar. Bugun sizlar bilan yana men Sher O'zbek kanali. Bugun esa yangi video, bir kunlik bomlash qismining ikkinchi qismini olamiz. Bugun sizlar bilan o'tgan videolarda uy oldim. Endi uyga esa jihoz oldim kerak. Chunki bugun dam olish kunlari. Endi jihoz qidirishim kerak. Menga to'g'rilarman, jihoz, bu yerda jihoz sotadi. Bu yerda sotilgan. Mana shu sotsa kerak. Chalgalarni qo'ydik. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nima kerak? Bu yerda ana mebellar bormi? Aha, mebellarimiz bor, ko'pgina. Unda menga qayerda bu mebel jihozi qaysida? Oxiridagi to'rtada, oxirgisidagida. Ana ekan. Ko'pgina olamiz bular. Do'stlar juda ko'p olyapman lekin. Mana qo'shnilarga berib turaman. Mana shuncha oldim, orkani o'zim olib keldim. Voy jinimsiz. Bular necha pul bo'ldi? Bitta verstak, bitta javonda, keyin bitta versak, bitta unaqa dars qiladigan kitob va bitta pechka va bitta sandiq. Jinimsiz reklama qilsin. Reklama. Necha pul bo'ldi? Hammasi bo'lib sizdan 64 dollar, 10 dollardan. O kakras pulman qoladi. Mayli, uyim uchun yana ishlayman. Baribir shu pullarni yo'q, qayerda nimadir sotishyapti? Nima birinchi? Jinasi menga tushib ketdimku. Jinasi endi bu yerga qaytaman. Jinasi ustalarga mana to'g'ri qo'ymadi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mashina kerakmi? Bu yerda mashina sotiladimi? Mashina sotiladi. Va, juda zo'r ekan, bularning narxi necha pul? Bularning narxiga keladigan bo'lsak, bularning narxi qoralari 24 ming, 10 ta 64 stak, yo'q, 10 ta stak, 10 stak. Kulraylari esa 5 stak. Nimaga ikkalasining farqi nimada? Chunki qorasida motor zo'r ishlaydi, oqida unchalik emas. Bildim. Unda biron kun kelib olaman-da. Faqat tezlashing. Bunaqa aksiya tugab qoladi. Tez ishlashim. Erta ishga borishim. Tun uchyapti. Tez uyga borib, mebelchalarni qo'yib olib, mazza qilib yashasam bo'ladi. Men bo'lmayman, azim milliarder bo'lib ketyapman hozir. Bitta uy olsa, mana do'stlar, mana uyimga karavatam olgan uyimga kirib ketdi. Ana janat-ku. Janat. Yo'qolmaydi. Nima deysan, yo'q. Men qo'yar beravering. Yerimiz gapga tushunmayapsanmi sen? Halim o'zim bilan qilich olganman. Buyoqqa kelmasin. Endi esa mana shularni jihozlar asabimni buzdi. Buni o'zi qo'yapti. Mana bu
çıksak. Sanmam gerek büyük ekranın sonunda. Oğlum gerekler çok. Abi bunların hamasi menga o'zinglar. Bu yerda esa pechka ovqat pishiraman bu yerda. Bu yerda omorxonamiz. Bu yerda sandiqlar soqib qo'yadigan joyim. Pastaga ochiladi. Ochilarkan bo'ldi. Endi esa bu yer omorxona. Endi esa pichimiz o'rnadan uxlab tur. Charchoqlar chiqsa, yam. O bellarim. Siltirdi. Bellarim. Qani ko'chaga chiqaycha. Bugun ishlash kunim. Bugungi obedga ovqatim olib keting. Umutlarsa olib ketdi obedga. Uydan qolsin-da, bir ikkitasi mana shu yesam o'zi so'yaman. Ko'p ishlashim kerak. Bitta oq mashina olsam, ishga borib kelishim yaxshi-da do'stlar. Bugun esa yana ish. Lekin ishimizni nolaymiz. Oddiy oshpazlik. Yengisi ketdik do'stlar ishga. Endi esa tez borish kerak. Bu mashina nimaga birga chiqib qoldi? Mayo, bitta bola olibdi-ku. Bu bolami u? Katta odam ekan. Yo, bolakaymi? Yo, bolakay bravo olibdi. Chinofani gap ye. Geni bo'ladi shuncha pul bo'ladi. Bizlarda bunaqa mashina olish uchun qancha pul kerak? O'zi birdan olibdi, qo'ydi. Boshliq kelibdi-ku. Endi boshliqqa. Salom boshliq, men keldim. Keldingmi? Davoshlar yaxshi o'tkazingmi? Yaxshi o'tkazdim. Bugun yana oshpazligi. Bugun yana oshpazlik. Kecha oligingni beraman. Bo'pti, rahmat. Bunchamiz shiryapti. Ishni yopib qo'yak. Endi ishni yopib qo'ydik. Endi mijozlashtirishchi. Salom mijoz, nima kerak? Menga bitta steak, kola, keyin yana bitta tort, yana bitta fanta, soda, araqa, qo'y go'shti steak. Buncha ko'p narsa aytdingiz. Mayli, olib boramiz. Bunlarni pishiramiz hozir. Buncha ko'p narsa aytdi bu. Tortni qizitib qo'y. Pishishini kutamiz. Steak ham aytdi. Jinsi ovqatmi bu? Nima balo? Steak. Uyma steak bermayman. Lekin mol go'sht demadi, mol go'sht demadi, qo'y go'shtdan dedi. Steakda qo'y go'shti bor, mol go'shti bor. Lekin qo'y go'shti qarkan. Lekin qo'y go'shti harom. Qo'llarni to'g'ritini olib, o'zim go'shtimni tiqib bormay. Ketim. Kerak mijoz, mana siz ovqatingiz, taomlaringizni oling. Mana sizga bitta steak, bitta go'sht, bitta tortish. O'zimga olardim. Yo'qimni ishlaqa. Rahmat. Endi pichir. Tepalarda odam yo'q. Bitta odamga xizmat ko'rsatdim.
En iyisi menimcha ko'p bo'lsa kerak. Boshqa chaqiradi. Jo'rasini chaqiradi. Rabbi boshliq. Bugun tezlikka bu do'konga aloqalar kelishyapti. Nimalar kelishyapti? Bu do'konga politsiyachilar kelishyapti. Bu yerda tezda reyd qilishmoqda. Chunki hamma restoranda bitta qotillik bo'lgan. O'sha bola restoran o zaharlanib bo'lgan. Qaysidir restoranda ovqat yegan, zaharlanib bo'lgan. Sen o'ligini olib ketaver. To'rsang $10 faqat. Boshqa. Faqat tezlash. Faqat $10 dedizlar faqat. $10. Tezsiz bu. Alat boshqa ketdi. Yaxshilab oling boshliq. Boshqa qayta oladi dedi. Sen tezsiz tortingni oldi kamisa keladi. Qandasan? Tez tortingni men ketdim. Tortim demayman, o'zingga men ketdim. Yo'qmadi torting. Shuni tort demaydi. Yom. Zo'raga. Lekin tezsiz. Endi bugun aniq yetdim. Endi bugun mashinchani olamiz. Lekin $10 5 ta kedik-ku. Aka, mana qora mashinalar necha bo'ldi dedingiz? $1 1 stak. Ha, $1 1 stak. Unday mana. Sizga mana. Oling. Rahmat, yaxshi kunlar sotib olishni. Rahmat. Jonidan go'zalligini. Wow, zo'r-ku, endi men boyman. Do'stlar, men boyman. Endi o'zimga bitta do'konga olib, biznes qilsam bo'ldi. Eng qimmat mashinadan oldim. Uyim. Qarang, bo'lmish yana qaranglar, Rolls-Royce olibdi. Buncha ajoyib, axir bu bo'lmish edi-ku. Endi borib do'stlarim meni maqtayapti. Endi borib o'zimga bitta do'kon olsam. O'zimga bitta do'kon job gazim bo'lsam endi. Mencha qaysi do'konlarda olsam bo'larkan? O'zim ta'mirlashga yaroqli do'konlardan olaman-da do'stlar. Endi mana shu do'kon sotamiz. Do'kon necha pul turadi? Qimmat. 2 ta 64 anaqa $10. Undami? Rostami, sen bu mashina masha oldingmi? Endi joyi chiqqanadi. Men do'konni oldim do'stlar. Endi shu joyda videom tugadi. Endi men bo'lmishmas, endi boyman.
Yanagi videolarda ko'rishguncha hammaga xayr, like va obuna bo'lib qo'ying.